Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, hamqishloqlar. Bugun mana oktyabr oyini o'rtalariga ham kelib qoldik. Mana Xonqiz qishlog'ini, Farg'ona viloyati Xonqiz qishlog'ini guzaridan bir 200 metr kunbotar tomonga mana Baraka magazinining yonida xurmolarni qabul qilish punkti bo'lyapti. Oldin buni o'riklarni qabul qiladigan joylar ham bo'lar, shirkat deyishar edi. O'sha oldingi shirkat nomi hozir tochkaga aylangan. Tochka deyiladi. Mana xurmolarni qabul qilishyapti. Har xil xurmolarni olishyapti. Hozir bir xurmolarni qanchadan olyapti, qanaqa navlarda olyapti, hozir batafsil gapirib o'tamiz. Bu yerda mana karzinka degan narsa chiqqan. Bu karzinkani o'zi hamma yo'g'idan havo kirib turadi. Yashiqqa terib o'tirmaydi-da, karzinkaga terib qo'ya qoladi. Yana naval ham olasizlarmi? Naval qilib ham olish mumkin. Endi hozirgi paytda shunaqasi ham chiqqan. Bularda naval yo'q ekan, lekin naval qilib ham olishar edi oldin. Naval degani o'sha to'pcha deb olib kelishar edi. Hozirgi paytda juda qulay bo'lib ketdi. Karzinka tekis bo'lib tashlanishi ham qulay, olib kelishga ham qulay, hamda yashiqqa qiynalib yurmaydi. Karzinka orqali olishadi. Mana bu yerda mana hisob kitob ishlari ketyapti. Ikkitasi olingan yo'q hali. Dilmurodjon boshchiligidagi mana shu Xonqiz qishlog'ida dehqonlarga, bog'bonlarga oson bo'lsin deb tochka ochishgan, bir necha yillardan beri xizmat ko'rsatishadi. Mana karzinka har qancha kerak bo'lsa olib ketib qabul qilishaveradi. Narx-navosini battar gaplashib olasizlar. Hozirgi paytda Baxtiyorjon qanchadan olyapsizlar prostoyni? 6000. Prostoy 6000 a? Yana qaysi navlardan olyapsizlar? Hamma navlardan endi. Ali yangi chiqqan ham bormi? Super Karalok? Bu super karalok yo'q. Hozircha yo'q-a? Endi u kamda hali. Yana nima? Ali xlebushka ham olinyaptimi? Yo endimi? Yo'q, endi. Hozircha nima? Prostoy. Yana nima? Suvecha. Karalok, lebyoshka. Ha, lebyoshka qancha? Lebyoshka 5,5 ming. Lebyoshka 5,5 ming. Suvecha qancha? 4,5 ming. Ha, suvecha 4,5 ming so'mdan ekan. Prostoy 6 ming. Xudo xolasa nima ham ko'payib qoladi, super karalok ham 1-2 yilda. Puli naqda? Baxtiyorjon. Qayerlardan olib kelishyapti, misol uchun sizga? Qaysi qishloqlardan? Gagarindanmi, qayerlardan? Farg'ona hamma joydan. Hamma joydan olib kelishyapti. Hattoki Farg'onadan ham olib kelishyapti ekan. Mana Xonqiz qishlog'ini guzoridan 200 metr kunbotar tomonga Baraka magazinining ro'parasida. Mana Samarqanddan ham ishbilarmon tadbirkorlar kelib bu yerda ish yuritishyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz Samarqanddan tadbirkor ekansiz. Bu yerda siz hamkormisiz bular bilan? Mashg'ulotlar olyapmiz. Ha, siz olyapsiz, a? Yaxshi. Xalqqa qulay bo'lyapti-kanda. Albatta qulay bo'lyapti. Bu hozirgi paytda xalq qiynalmasdan osongina olib kelib sizlarga topshirib qo'ya qoladi. O'zlari bir Oltiariq boshqa joylarga olib yurmaydi. Sizlar bu yerdan olib ketaverasizlar, shundaymi? Rahmat, ishingizga omad. 67. 10 ta karzinka mana 67 kilogramm. 62 toza qolyapti. Ha, 62 toza qolyapti ekan. Karzinkaga qanchadan? 500 gramm. 500 grammdan karzinkaga chiqarib olinadi. Olavering. Yashiqqa ham olyapsizlarmi? Mana bu qanchadan? Mana ular. Ha. Narxi demoq. 6000 so'm olingan ekan bular. Karalok. To'g'ri? Ha, ramashka. Ha, konfetka 6000 so'm olingan ekan. Prostoy ham 6000 so'm. Suvecha 4,5 mi? Suvecha 4,5 ming. Lebyoshka qancha? 5,5 ming. Lebyoshka 5,5 ming so'm bo'lyapti. Qani Nurdinboy qaysi? Mana Nurdinboy hisob kitob ishlari bilan. Bu yerda puli naqd sanab beriladi.
Mana Xongiz qishlog'ini shu 200 metr bu yog'ida Baraka nomli magazin ro'parasida. E'tiborlaringiz uchun rahmat.